Bu avtomobilni ko'pchilik Malibu 2 bilan taqqoslayapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, sizga Chang'an UNI-V avtomobili haqida to'liq obzor qilib ma'lumotini berib o'taman. Undan so'ng aniq xulosa chiqarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Barchangizga Chang'an AD Master vaqti salondan assalomu alaykum. Qarshimda Chang'an UNI-V avtomobili turibdi. Eng to'liq komplektatsiyasi, narxi boshidan aytib o'tib ketaman. Shu uchun videoga like bosishni unutmang. 326 million 900 ming so'm. Siz 326 million 900 ming so'mga nimalarni olasiz? Video davomida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Avtomobilimizning uzunligi 4680, kengligi 1838 hamda balandligi 1430 mm ni tashkil etadi. Yo'l sathidan balandligini oladigan bo'lsak ham 150 mm qarib. Old dizayndan boshlaymiz. Old tomonini ko'rinishiga o'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring hamda 0 dan 10 gacha baho berib ketishingiz kerak deb o'ylayman. Agressiv ko'rinishga ega bo'lgan old radiator panjarasi, old partroniklarimiz, 360 graduslik kamera va LED optikamiz. Qayrilish chiroqlari galogendan iborat. Keling, yon tomoniga o'tadigan bo'lsak, aytgancha old tomonida ham, yon tomonlarda ham to'laqonli karbon dizaynida qilingan obveslar mavjud. Bu avtomobilning tashqi ko'rinishiga o'zgacha ilhom beradi. Yon tomonida g'ildiraklarimizni o'lchamiga to'xtalib o'tamiz. 235 ga 45R18 to'liq diskli tormoz tizimida. Diskamizning dizayni ham juda ajoyib shaklda ishlangan va old obvesimizning o'zida ham mana bu yerda maxsus tuynuq qoldirilgan supportni sovutish uchun. Bu avtomobilimizning kuzov turi 5 kishiga mo'ljallangan liftback hisoblanadi. 360 gradusli kameramizda yon tomonga javob beruvchi kamerasi, slipoy zona datchiklarimiz o'rin olgan va tomimizda kattagina panorama, faqatgina u shishadan iborat. Ya'ni panoramamiz ochilmaydi. Ichki shtorkasi ochiladi. Xolos, eshik ruchkalari premium avtomobillarning singari kirib chiqadi. Qishda nima deb o'ylaysiz? Bu yaxlab qoladimi yoki yo'qmi? Yon tomoniga yana davom etamiz. Orqa tomonimizda ham Continental pogreshkalar bilan jihozlangan, xuddi old g'ildirakniki singari o'lchamdagi quyma disklar hamda diskli tormoz tizimi. Keling, endi avtomobilimizning orqa tomoniga o'tadigan bo'lsak, orqa tomoniga ham alohida ahamiyat berib o'tib ketasiz hamda o'z bahongizni yozib qoldirasiz. UNI-V Chang'an yozuvlari hamda UNI-V pad nomerining 3-joylari karbon stilda ishlangan obveslarimiz, orqa partroniklarimiz ham o'z o'rnida mavjud. Avtomobilimizning tezligi 90 km/soatdan oshgandan so'ng mana bu qismidan avtomatik tarzda spoiler chiqadi. Ushbu spoilerni siz xohlasangiz knopka orqali ham chiqarishingiz mumkin. Avtomobilni yana bitta eng zo'r yutug'i bu uni sportivniy vyxlop tizimi. Hech qanaqa stage yoki da bo'lmasa alohida liniyalar torttirish, pavuklash shart emas. Gazni bosgan paytingizda shunaqa maza qilasiz, uncha-muncha emas. Liftback kuzov turida bo'lganligi uchun to'laqonli yukxona qopqog'i bilan orqa laboyimiz ochiladi. Ushbu avtomobilimizning nafaqat eksteryer, balki interyer dizaynini ham ishlashda Ford hamda Volkswagen kompaniyalarining dizaynerlari o'z mahoratini ko'rsata olgan desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki u ayrim avtomobil brendlaridan farqli ravishda sezilarli darajada boshqacha tusga ega. Kapot ostida Blue Core texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 1,5 litrlik turbo dvigatel turibdi. GDI tizimida ishlaydi. Blue Core o'zi nima deydigan bo'lsangiz, Chang'an brendining Blue Core texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan dvigateli Guinnessning rekordlari kitobiga kirgan. Qanday deysizmi? Hozir tushuntirib o'taman. Ushbu texnologiya asosida ishlab chiqarilgan dvigatel 52 ming kilometr masofani bir bosishda, ya'ni to'xtamasdan dvigatelni 5,5 ming oborotida bosib o'tgan hamda Guinnessning rekordlari kitobiga kirgan. Ya'ni motor o'chmasdan 5,5 ming oborotda harakatlangan avtomobil. Keling, yaqinroq men sizlarga endi bitta buni fishkasini ko'rsataman. Nimaga deydigan bo'lsanglar, odatda turbo dvigatellarda sovutish tizimi bitta bo'ladi. Mana antifriz tizimi bitta, lekin bunda ikkita. Biri dvigatel uchun, bittasi intercooler uchun. Tushunganlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu texnologiya uncha turbo dvigatelli avtomobillarda yo'q. Avtomobilimizda kapot ostidagi turbo dvigatelda 180 tadan oshiqroq ot kuchi bor va 300 ta aylantiruvchi momentga ega. U bilan juftlikda 7 bosqichli robot uzatmalar qutisi ishlaydi. Avtomobilimizda ikki komplektatsiyasining farqi deyarli mavjud emas. Shunchaki salon kojasida slipoy zona datchiklari yoki da bo'lmasa o'rindiqlarning matosi, o'rindiqlarni boshqaruv tizimi, ya'ni bu avtomobilimizda 10 ta bosqichda haydovchi o'rindig'i sozlansa, keyingi komplektatsiya, ya'ni quyi komplektatsiyada 8 ta yo'nalishda sozlanadi. Bu avtomobilimizning dvigatelidagi eng ajoyib fichkasini aytib o'tib ketaman. Siz avtomobilni kelib
bemalol srazu o'chirib tushib ketsangiz bo'ladi. Ayrim turbo dvigatel avtomobillarda bunaqa qilish imkoniyati mavjud, lekin qonuniy demayman-u, texnik tomonlama tavsiya etilmaydi. Sababi turbo sovib olish kerak. Bunda bu narsaga hojat yo'q, chunki ko'rdinglar, interkuler uchun alohida sovutish tizimi qilingan. Rasxodi qancha deydigan bo'lsangiz, bosishingizga bog'liq. Shahar sharoitida 7-8 litrgacha bemalol ichishi mumkin. Avtomobilimizning old podveskasi McPherson tipida, orqasi esa mustaqil hisoblanadi. Bagajimizda sig'imi esa 420 litrni tashkil etadi. Endi men sizlarni salon ichiga taklif qilaman. Salon interyeriga xush kelibsiz. O'rindiqlarimizni dizayniga alohida ahamiyat qaratib o'tib keting. To'liq charmdan ishlangan va ikki xil rang kombinatsiyasi qilingan. Albatta bu trendga mos, ya'ni oranjiy hamda qora. Avtomobilimizning o'zini kuzov rangi 5 xil hisoblanadi. O'rindiqlarimiz sport uslubida to'liq ishlangan. O'rindiqlarni isitish, sovutish tizimlari mavjud. Displeyimiz multimedia boshqaruvi hamda tablo alohida mavzu deydi-ku, chunki u 3 xil qismdan iborat. Bu yerda raqamli tablo, ya'ni qancha masofa yurayapsiz, necha kilometr tezlikda harakatlanyapsiz, shu kabi ma'lumotlar aks etadi. Mana bu tomonda siz klimat kontrol zonasini boshqarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. U qismida esa shunchaki vaqtni ko'rib ketishingiz mumkin bo'ladi. Rul chambaragini dizayni esa umuman boshqacha. Bunga o'zingiz nima deb o'ylaysiz, haydovchi uchun qanchalik qulay bu? Rulni chambaragini o'zida cruise control bor, chiziqlarni nazorat qilish funksiyasi bor hamda tezlik cheklovi bor. Ya'ni masalan 60 tezlikga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, aynan o'sha tezlikda avtomobil harakatlanadi. Bu yerda multimedia boshqaruvi, iqlim nazorati funksiyasi, uzatmalar qutisi, avtomobilimizda 4 xil rejimda harakatlanish imkoniyati bor va elektron ruchnik hamda avtohol. Va bu avtomobilimizda lobovoyda ham, bokovoyda ham eng muhimi spirallari bor. Agarda lobovoy muzlaydigan bo'lsa, parlanadigan bo'lsa, bu funksiyalar sizga aniq asqotadi. Va yana bir narsani o'tib ketishim kerak. Bu yerda besprovodni zaryadkani ko'rishingiz mumkin. 2 etajdan iborat. O'rindig'imiz haydovchiniki 10 ta yo'nalishda, bunisi esa naqd 6 ta yo'nalishda elektr boshqaruvda hisoblanadi va ajoyib bitta funksiyasini ham aytib o'tib ketaman. Bu funksiyalarni men nimaga ishlatib ko'rsatmayapman? Shunchaki Navoiy viloyati Karmana tumani Emotzit yo'lida joylashgan Changanada Masternow avtosalonga kelsangiz, o'zingiz ishlatib ko'rib, to'laqonli avtomobilni his qilib ko'rasiz. Bu baribir boshqacha. Ekranda ko'rgandan farq qiladi. Va barimizda mana bu yerni ochganda ham barimizni ichida konditsioner orqali tuynuq hosil qilingan, ya'ni soddaroq aytganda muzlatgich ham mavjud. Besprovodniy zaryadka, podstakanniklar, bularni aytishga hojat yo'q. Va yana bir qiziqarli jihati shundaki, ushbu avtomobilimizni kamerasi saqlash xususiyatiga ega. Turgan holatda ham 4 ta tomonlama kamerani ishga tushirasiz va atrofda bo'layotgan holatni rasm va videoga olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ushbu salon podsvetkasini o'zgartirishingiz mumkin. Istagan rangga qo'ya olasiz, xohlasangiz avtomobilni boshqaruv rejimini o'zgartirgan paytingizda ham uni rangi o'zgaradi. Mana bu yerlari yumshoq plastikdan ishlangan, charm qoplangan joylari mavjud. O'rindiqlarning o'zi ham charmdan, pastki komplektatsiyada alkantara ishlatilgan holatlari ham bor. Oynalarimiz avtomatik tarzda yorilib tushadigan bo'lsa qorayadi. Shtorkamiz farqli ravishda orqaga emas, oldinga qarab yig'iladi. Lekin yuqorida aytib o'tganimdek ochilmaydi. Endi sizlarga orqa tomonini ko'rsataman. Mana bu ham 1.95 sm. Old tomoniga ham, orqa tomoniga ham bemalol sig'aman. Eng muhimi, maxinatsiya qilmagan holatda mana old o'rindiqni sozlamaganman. O'tirib ko'rsataman mana. Va videoni uzmasdan old o'rindig'iga ham o'tirib ko'rsataman. Nimaga ko'pincha hamkasblarim soddaroq aytganda maxinatsiya qilishadi, qaysi ma'noda old o'rindiqni biroz oldiroqqa surishadi-da, keyin ko'rsatishadi. Lekin men uni qilmayman. Podlokotligimiz bor. Mana boshim salgina tepaga tegyapti. Qachon oxirgacha suyansam. Bu ko'proq yoshlar bo'lib avtomobil. To'g'risi, yoshlar bo'lib avtomobil. Orqa o'rindiqlarning isitish moslamasi mavjud. Mana bu yerda knopkalari jismoniy shaklda joylashtirilgan. Orqa deflektor tuynuklarini ham ko'rishingiz mumkin. Salonni ikkinchi qatori uchun ham mana shunaqa LED chiroqlar qoldirib ketilgan. Qo'lda xohlasa mamna qilib ketsa ham bo'ladi. Boshliq akalar, sizlar uchun ham yaxshi bir variant. Har holda ko'zinglar ayrim bir avtomobillardan zerikkan, bu avtomobil ko'zinglar uchun aniq yangilik bo'ladi. Endi videoni uzmasdan birinchi qatorga bu tomonga o'tiraman. Haydovchi uchun emas, haydovchining yon tomondagi o'rindiqqa o'tirib ko'rsataman. Haydovchi o'rindig'ini chunki xohlagancha sozlash imkoniyati bor.
Mana chuqur, oyog'im tekkani yo'q. Mana bu qismi bemalol mustaqil o'tiribdi. Suyangan holatimda. Men maza qilgan yana bitta tomonim shundaki, mana podgolovnik qismiga boshni qo'ysa bo'ladi. Ba'zi avtomobillarda bilasizlar, bosh yetmaydi. Bu anchagina hozir baland qilib sozlangan. Buni pasaytirish imkoniyati ham bor. O'rindiqni bemalol o'zizni bo'yingizga moslab sozlab olishingiz mumkin. Xohlasangiz yotqizib, xohlasangiz turg'izib, hammasi elektron boshqaruvda. Dinamikalari to'liq Sony kompaniyasiga tegishli hisoblanadi. Maza qilib, kolonkalarni o'zgartirishga umuman hojat yo'q. Sony kompaniyasining akustikasi sizga yetarli bo'ladi. Bu avtomobil haqida sizga ma'lumotlar yoqdi degan umiddaman. Narxi 326 million 900 ming so'm. To'lov usullariga to'xtaladigan bo'lsak, boshlang'ich to'lov 25% dan boshlab 24 oygacha o'zini pulini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Avtokredit bo'ladigan bo'lsa ham 14% ham, 9% ham, 18% ham avtokreditlarimiz mavjud. Farqi sizning rasmiy daromadga ega yoki ega emasligingiz, qo'shimchasiga o'zini band qilgan shaxsmisiz yoki yo'qmi va oladigan muddatingiz hamda boshlang'ich to'lovingizga qarab farqlanadi. Endi fikringizni xulosangizda yozib qoldiring. Nima deb o'ylaysiz? Uni raqobatchisi kim? Agarda siz Chang'an avtomobillarini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, unda ikkilanmasdan Navoiy viloyati Karmana tumani M37 yo'lida Mohir Nur to'yxonasiga yetmasdan joylashgan Aster Auto City Navoiydagi Chang'an AD Master Navoiy avtosaloniga tashrif buyuring. Batafsil ma'lumot olish uchun ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qiling. Barchangizni Chang'an AD Master Navoiy avtosalonida kutib qolaman.